Assalomu alaykum, hurmatli Nozimjon o'z kanal obunachilari. Bugun sizlarga dehqondan chiroyligina sifatli novvos chiqqan sotuvga ko'rib turganlaringda video davomida ma'lumotlarni to'liq aytib o'tib ketamiz. Avval manzilga keladigan bo'lsak, manzil Farg'ona viloyati Toshloq tumani Zarkin shaharchasi Yuqori qishloqqa tashrif buyurganmiz. Ko'rib turganlaringda novvosda etlari hamma yo'g'i yaxshi, dehqondan sifatligina, baquvvat, et boshi sog'lom, yeb ichishiga garantiya deyapti. Ro'zuvoy akadan chiqyapti hozir bu ko'rib turganlaring. Tishini Alisherga bir tishini ko'rsatib yuboring-da, mana ishonmaganlarga, tish buzmagan hali. Bo'yi 150 plus garantiya deyapti obunachilar. Mana. Ko'rib turibsizlar obunachilar tishlarini mana. Sog'lom, yeb ichishiga garantiya obunachilar. Alisher akam trendda уже. Mana. Ishonmaganlarga mana mumol ham bu 25 tepasidagi molda obunachilar mana ko'rib turibsizlar. Bu sotilmaydi, lekin ishonmaganliginaqa bitta negativlar chiqib qoladi. Orada ming'ir qilib o'shalarga javob mana. Bu mol 125 tepasida ko'rib turganlaringda. Mana endi o'zdan ham taxmin qilib ko'rasizlar. Kamida 15-20 sm baland bu novvos. Eng qizig'i tish buzmabdi mana. Tish buzmagan, yeb ichishiga, sog'lomligiga hamma yo'g'iga garantiya deyapti. Hali omad boqib urug'qa olgani fermalarga hamma yo'qqa zo'r ekan. Go'shtga jicha ariqlik qiladi, lekin boqqani zo'r. Yeb ichishiga javob deyapti. Mana orqalaridan ko'rib turibsizlar. Obunachilar, kanallarimiz bor, Instagram kanalimiz Nozimjon uz kanallari bor, Telegramda Nozimjon uz nomerading kanali bor. Obunachilar kirib obuna bo'lib qo'yamiz. Kuzatishda davom etinglar. Bundan-da zo'r videolar qo'yishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Mana. Ko'p Alisher aka bir sizdan nima qilib boring? Gapirib bir ma'lumot berib qo'ying. Mana yeb ichishiga yaxshi. Bo'ldi. Mol sog'lomligi shu kiri vaqt hayratda qoladi kirgan obunachilar. Alisher aka ham bo'yi 180 obunachilar. Ko'rib turibsizlar. 180 lik oldin novvos qalay turibdi. Tashinda turing-da mana. Suratib bering. Kallasi ko'rinyapti xolos obunachilar. Eng qizig'i tish buzmabdi bu. Ko'rib baho beramiz. Kim qayerdan ko'rayotganini kommentariyaga yozib, bitta like tugmachasini ezib qo'yamiz. Tekin obunachilar mana. Narxiga keladigan bo'lsa, endi obunachilar quloq solib turamiz. Narxi buzoq narxda aytayapti mana. Bozorga chiqib yurgan obunachilar, tog'alari, akalar ko'rib turgan bo'lsa, o'zlaring bir kommentariyaga yaxshi yomonni yozib qo'yamiz. Obunachilar narxiga keladigan bo'lsa, narxi xudo xolasa 29 million kami bor deyapti. Oxir 29 million kami bor deyapti. 28 dan pastiga tushmaydi obunachilar. Urug'qa oladiganlar, fermaga oladiganlar shoshilamiz mana. Molni yuvoshliklariga mana. Shu kelib vaqt shu qashib ketaveramiz obunachilar mana. Hamma yo'qlari sog'lom. Urug'qa ham zo'r, yemli masalan 1 tonnadan xudo xolasa oshib beradi kilosi. Sog' va salomat bo'linglar obunachilar. Kanalga obuna bo'lib esdan chiqmasin.